Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barlik qarindoshlar, Alloh salom mag'firati barakati bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 33 cho'ng gunoh kiyinish, yasinish va boshqa jihatlarda ayollarning erlarga, erlarning ayollarga o'xshab bo'lishi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday dedi. Allah özünü erlerge o'xshatib olgan ayollarga ve özünü ayollarga o'xshatib olgan erlerge lanet kıldı. İmam Buxoriy, İmam Tirmizi, Abu Davud ve İbn Majah rivayet kılan sahih hadis. Sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir hadiste mındak degan. Allah erlerge o'xshatib olgan ayollarga lanet kıldı. O yeni bir hadiste yanıma dağıtgan. Allah ayolga özgürüp algan, yani ayol cinslik bolup algan erlerge ve kiyiniş, gap söz jihatda erge o'xshab algan ayollarga lanet kıldı. İmam Buxoriy, İmam Tirmizi, Darimi ve İmam Ahmed rivayet kılgan sahih hadis. Sahih hadis. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağıtgan. Allah erdek kiyinip algan ayolga ve ayoldek kiyinip algan erge lanet kıldı. Abu Davud ve İmam Hakim rivayet kılgan Albani sahih degan sahih hadis. Demek kardeşler, bu hadislerin hamısı da erlerge o'xshash kiyinip algan ayollar yoki ayollarga o'xshash kiyinip algan erler ve yoki g'itmak erler ayolga aylanib olgan erlar qatorliq bir turkum kishilarning Allohning la'natiga uchraydiganligi bayon qilinadi. Ayol kishi erlarga o'xshash kiyinib olsa, erlarga o'xshab olgan bo'ladi. Shuning bilan Allohning va uning payg'ambarining la'natiga uchraydi. Agar eri ayolining ana shundoq yurishiga rozi bo'lsa va uni to'smasa, umma lanatga sherik bo'ladi. Nimishqa deganda er ayolini Allohga itoat qildirish va gunoh bo'ladigan ishlardan to'sishga buyurilgan. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimning sura Tahrimning 6-oyatida mundoq deydi. Ey mu'minlar, o'zinglarni va bola chaqanglarni inson va taşlar yıkılgı bulurgan dozaqdan saqlanlar. Dozaqdan saqlanlar. Mana bu erlarning mas'uliyati. Erlarning mas'uliyati o'zini va bola chaqalarini inson bo'lgan ekan bir er kishi o'zining oilasini, o'zini inson va taşlar yıkılgı bulurgan dozaqdan saqlash uchun buyurilgan. Ailesini boshqarish uchun har kishi buyurilgan. Shuningga agar ailesini boshqarmasa, ailesininki qilgan gunohi Allohning dargohida shu er kishiga bo'ladi. Shu er kishiga bo'ladi. Ya'ni o'zinglarni do'zax o'tidan saqlagandek bola chaqanglarni saqlanglar, ularga ta'lim tarbiya beringlar, Allohga itoat qilishga buyuringlar. Onunla asilik kılıçtan to'singlar. Bu sizlarga vojibdir deb ulamalar umumyuzlik birlikka kelgan. Chunki bu yerda Alloh buyuryapti, payg'ambar ko'rsatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu haqda mundoq deydi. Hammanglar podichi, hammanglar padanglardan so'roq qilinsizlar. Yani her biringlar o'ziga tava kishilarga mas'ul, her biringlar o'ziga tava kishilardan hisob bersizlar. Padichi degan gap rasmiy kalva qilgan, qo'yib qilgan degan gap emas. Shuni o'xshash demakchi. O'xshash. Padanglar, kala qo'ydiringlar yo'qolib ketsa yoki uning bir masala chiqsa, egisiga hisob berganga o'xshash oilanglardan, boshqarayotgan yerlaringlardan ilkinlardaki işlerden hesap verirler deydi. Er kişi özünün ailesinin padişisidir. Kıyamet günü ular hakkında sorak tartıldı deydi. Birlikке geldiz. Birlikке geldiz.
Şununla qarindoshlar, o'zimizni qiyomat kuni ig'ir hisob qilishdan saqlashimiz kerak. Hasan Basri bundoq deydi: Allohning nomi bilan qasamki, ayolning xohishiga bo'ysunib, uningga itoat qilgan kuni Alloh taolo u erni do'zaxga dum tushirdi. Diqqat qilish kerak. Bu bizningki hozirgi davrimizdagi bo'layotgan ishlarga deyilayotgan gap. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq dedi: ikki turlik do'zax ahli bor. Men de ularni ko'rmadim. Birinchi turi erlar bo'lib, qo'llarida kalının quyruğuna o'xshash qamchilar bo'ladi. Ular bu qamchilar bilan insonlarni urdi. İkinci turi ayollar bo'lib, kiyim kiygan, ammo yalang'och, ya'ni badani ko'rinib turadigan nepiz, tor ve qisqa kiyimlarni kiydiganlar. Başlarını xuddi to'gining lokkisiga o'xshash ling'ishtirib, naynaqlab mangdigan, ya'ni chochlarini tugib, boshlarni yo'g'intib, bosh va mo'rlarini ling'ishtirib, o'ynatib noz qiladigan ve boshqalarni o'ziga jalb qiladigan ayollardir. Ular jannatga kirolmaydi. Hatto jannatning puruqini purayolmaydi. Halbuki uning puruqi nihoyat uzoq joylardan keladi deydi İmam Muslim, İmam Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. Qarindoshlar diqqat qilaylik. Qarindoshlar, ma hadis hozirgi bizning kunimizdagi qancha % deymiz endi? Qancha %? 70-80% desakmi ig'ir ketmaydi, insonlarga tushidi. Yana bir tahrorlay. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq deydi: ikki turlik do'zax ahli bor. Men ularni ko'rmadim. Demakchi, hozir, ya'ni 1440 yilning oldida bu turdagi insonlar yo'q degan gap. Birinchi turi erlar bo'lib, qo'llarida kalının quyruğuna o'xshash qamchilar bo'ladi. Ular bu qamchilar bilan insonlarni urdi dedi. İkinci turi ayollar bo'lib, kiyim kiygan, ammo yalang'och, ya'ni badani ko'rinib turadigan nepiz, tor ve qisqa kiyimlarni kiydigan, başlarını xuddi to'gining lokkisiga o'xshash ling'ishtirib, naynaqlab mangdigan, ya'ni chochlarini tugib, boshlarni yo'g'intib, bosh ve mo'rlarini ling'ishtirib noz qiladigan ve boshqalarni o'ziga jalb qiladigan ayollardir. Mayat aniq bizniki hozirgi jamiyatdagi ayollarni aniq tasvirlab beryapti. Ular jannatga kirolmaydi. Hatto jannatning puruqini purayolmaydi. Halbuki uning puruqi, jannatning puruqi nihoyatda uzoq joylardan keladi deydi sahih hadis. Mening gibim emas. Boshqa bir insonning gibi emas. Ahli ilm o'limalarning gibi emas. Allohning payg'ambari, rasulining gibi. Payg'ambarlarni Qur'onda Alloh taolo biz o'zininki mo'jizalari ve kitoblari bilan avatdiq. Payg'ambarlar biz avatgan kitoblarni tafsir qilib berdi degan. Unda olsa bizga tafsir qilib beryapti. Şununla biz mana mushaga tushib qilishdan saqlanishimiz, tushib qolgan qarindoshlar darhol o'zimizni o'ngshab haq yo'lga minishimiz kerak qarindoshlar. Biz qiyomat kuni hisob berolmaymiz. Bu gaplarni biz bu yerda birosanlarni birini davolash uchun degan yerimiz emas. Ahamiyat kuzatimiz. Qabul qilsak o'zimizning ishi, qabul qilmasak qiyomatda hisob berish yanıla o'zimizning ishi. Nafi raziyallohu anhu bundoq deydi: İbn Umar raziyallohu anhu bilan Abdullah ibn Amr raziyallohu anhu ikkisi Zubayr ibn Abdulmutallib raziyallohu anhuning qishida edi. Shu chog'da mo'risiga o'qya esib olgan bir ayol qo'y haydab chiqib keldi. Abdullah ibn Umar: "Sen ermi ayolmi?" deb so'ragan edi. O "Men ayol" deb javob berdi. Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Amrga lappada qarab qo'yib, "Alloh taolo payg'ambarining tili bilan o'zini erlarga o'xshatib olgan ayollarga va o'zini
ayollarga o'xshatib olgan erlarga la'nat qilgan dedi. Meyli muhim gap bor. Alloh taolo payg'ambarining tili bilan mana bu yerda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki qilgan tafsirlari, hadislari Alloh taoloning shu payg'ambarning tili bilan qilgan so'zlari ekanligi bayon qilinadilar. Hadislar o'xshashlar Allohning so'zi. Ayollarning la'natga uchrashiga sabab bo'ladigan ba'zi ishlar tuvandikicha. Zibu ziynatlarni, oltin marvoyatlarni kiyimining sirtiga chiqarib ko'z qilishi. Ko'chaga chiqqanda atir chechib, upa anglik va boshqa xushpuroq narsalarni surtishi. Kishining ko'zi tushadigan ranglik va ipak kiyimlarni kiyishi. Kibrlik qilib, uzun kiyimlarning ustiga qisqa kiyimlarni ortib chiqishi. Qatorliqlarning hammasi Allohning g'azabini keltiradigan yasinish turlaridir. Bundaq qilganlar dunyo va oxiratda Allohning g'azabiga uchraydi. To'limi afsuski, ayollarning ko'pinchisi shu ishlarni qilmoqda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ana shunday ayollar haqida mundaq deydi: "Menga do'zax ko'rsatildi. Men do'zax ahlining ko'pinchisining ayollar ekanligini ko'rdim." deydi imom birlikkaga hadis. Shuningga ayol qarindoshlar bu masalalarga diqqat qilib, o'zimizni do'zaxga etishdan saqlanishimiz kerak. Kichikkina bir havas, kichikkina bir modachilik bilan qiyomat kunidagi mangulik dunyoga, mangulik turmushga dunyodagi 2 kunlik, 4 kunlik bir havasni tegish etmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: "Men erlarga ayollardanmi ziyonliroq fitna qo'yib ketmadim." Birlikkaga hadis. Demak, qarindoshlar, bu yerda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam erlarga fitna teriydigan eng ziyonli narsani ayollar ekanligini bayon qilyapti. Birlikkaga hadis. Alloh taologa iltijo qilib, bizni ayollarning fitnasidan saqlashini, shuning bilan birga ayollarimizni va bizni Alloh taoloning isloh qilishini tilaymiz. Har bir qarindosh shunday tilish kerak. Chunki bu yerdagi hadisda ayollarning nurg'un fitnalarni teriydiganligi, g'ayrat shikoyatlarda bo'ladiganligi va shunday havoyi havaslar bilan erlarni nurg'un gunohlarga giribtor qilishga, gunoh yo'llarga menishga sababchi bo'lganligi bu hadislarda Qur'onda bayon qilinadi. Shunga qarindoshlar diqqat qilishimiz kerak. Mayli er bo'layli, mayli ayol bo'layli, avval haqni izlab tepib, shu haq yo'lda mustahkam turib menishimiz kerak. Kichkina havoyi havas, kichkina bir moda yoki bo'lmasa bir ko'z qilish bilan qiyomatdagi umrlik yaxshi turmushni bu dunyodagi ishlarga tegish etmaydi. Barliq qarindoshlarga Alloh taolo hidoyat qilsin. Alloh taolo darslarimizni manfaatli qilib bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.